Hurmatli ko'ruvchilar, assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Umid etaman sog', salomat va baxtiyor bo'lsangiz. Azizlar, sizlarga bir chiroyli va go'zal she'r o'qib bermoqchiman. Rasululloh sizni juda sog'indim degan she'rini. Agarda ushbu she'rni diploma qilish to'g'risida qiyinchilik, kamchiliklari bo'lsa, birinchidan hurmatli ustozlarimizdan va qolaversa sizlardan kechirim so'rayman. Hozir esa Rasululloh sizni juda sog'indim degan she'rini sizlarga diploma qilib bermoqchiman. Rasululloh sizni juda sog'indim. Sizning yoningizda bo'lgim kelayapti. Ashoblaringizni ko'rgim kelayapti. Qay tomon yursangiz sira ajramay, ortizdan izma-iz yurgim kelayapti. Rasululloh sizni juda sog'indim. Anasdek jon fido qilolmasam ham, Abu Dujonangiz bo'lolmasam ham, ularning hayotin o'qiganimdam, avjolar sog'inchim ko'zlarimdanam. Rasululloh sizni juda sog'indim. Toifliklar zulmi qalbim tirnaydi. Makkalik mushriklar tinmay terkaydi. Evaziga tog'dek oltin bersam ham, Madinalik ansorlar sizni bermaydi. Rasululloh sizni juda sog'indim. Mehr ko'rsatishar otam, onam ham, ko'nglimni ko'tarar dilkash ham olam. Munday g'amxo'rlikdan qunayman birdam, ammo sog'inch hisi tinmas shunda ham. Rasululloh sizni juda sog'indim. Dunyo chiroydan ezganda yurak, aytmang siz menga latifa ertak. So'rasangiz gar ne aytay o'lak, hadis aytib bering menga shu kerak. Rasululloh sizni juda sog'indim. Rasululloh sizni juda sog'indim. Tengri taolo barchamizga sevimli elchimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning didorlarini va hamda shafaatlarini nasib qilsin. Amin ya robbal alamin.